8 ming tikdim. Уже bugun почти 7 million tashlab berishdi kartamga. Ishonsanglar bo'ladi. 1 soat ichida 14 million 693 ming so'mga ega bo'ldim. Eng muhimi ishonchli. Siz ishonchli deyapsiz-u, negadir men bunga ishonmadim. Chunki hammaning ssenariysi negadir bir xil. Ota-onam kasal, dori-darmonga pulim ham yo'q edi. Ota-onam kasal, menda dori-darmonlar uchun ham pul yo'q edi. Oilamga yordam berishim uchun shunday qildingizki, Oilamga yordam berishimda shunday qildingizki, sizning kanalingiz men uchun najotga aylandi. Sizning kanalingiz men uchun najotga aylandi. Biz bu videolarni uyushtirganimiz yo'q. Telegramdagi Halol daromad nomli turli yopiq kanallardan yuklab oldik. U yerga tashlanayotgan videolarning deyarli barchasi bir xil mazmunda. Buncha pul tikib, buncha yutib oldim deya kanal adminiga qulluq qilishmoqda. Lekin bu shunchaki firibgarlarning tuzog'i ekanligini ko'pchilik ham bilmaydi. Shu sababli ham so'nggi paytlarda trading orqali halol pul ishlang kabi chaqiriqlar bilan odamlarni chuv tushirayotganlar ko'paymoqda. Masalan, yaqinda Sirdaryolik 18 yoshli fuqaro ham aynan mana shunday kibr jinoyat qurboni bo'ldi. U 60 million so'm miqdoridagi mablag'ni pulingni 2 barobar ko'paytirib beramiz degan noma'lum shaxsning plastik kartasiga o'tkazib bergan. Ichki ishlar xodimlari tomonidan olib borilgan o'rganishlar natijasida ushbu kibr jinoyatni sodir etgan shaxs Toshkent viloyatida qo'lga olindi. Telegram ijtimoiy tarmog'ida guruh ochib, ushbu guruhga e'lonlar joylashtirardim, ya'ni fuqarolar trading orqali pul mablag'ini ko'paytirganlik to'g'risida video yoki bo'lmasa pul mablag'ini ko'paytirib olganlik to'g'risida soxta cheklar tashab kanalga e'lonlar joylashtirganman. Ushbu e'longa ko'pchilik ishonib menga yozishardi va men ularga bank plastik karta raqamini tashlab berardim. Ko'pchilik fuqarolar pul mablag'ini tashlab bergandan so'ng men ushbu yozishmalarni o'chirib tashlardim. Fuqarolar firibgarga chuv tushganini anglaganda esa afsuski ancha kech bo'ladi. Chunki kibr jinoyatchi uni allaqachon blok qilib, Telegram kanaldan ham chiqarib yuboradi. Siz ham mana shunday holatga tushmasligingiz uchun smartfoningizga kelayotgan har qanday virusli SMSlarni ochavermang. Siz yutuqli aksiyamizda 15 million so'm qo'lga kiritdingiz. Pulni yechib olish uchun pastdagi havola ustiga bosing. Afsuski, tekin pishloq faqat qopqonda bo'lishini men yaxshi bilaman. Shuning uchun sizning joyingiz telefonimdagi qora ro'yxatda. Agar menda mana shunday holatlarga nisbatan shubha va tanqidiy qarash bo'lmaganda, balki hozir kiberfiribgarlarning navbatdagi qurboniga aylangan bo'lardim. Sizchi, smartfoningizga kelayotgan shu kabi SMSlarni rad qila oladigan darajada ogohmisiz? Bugun biz yurtdoshlarimizning raqamli savodxonligini oz bo'lsa-da oshirish maqsadida mutaxassislarga gapiring deymiz. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar dasturimizga. Jinoyatchilar agar shohida yursa, qonun himoyachilari bargida yurish kerak. Kiberxavfsizlik boshqarmasidagi tergovchilar tomonidan aybdor shaxslar topilgan emas. Jinoyatchi agar ushalmaydigan bo'lsa, bizani boshqarmani tashkil qilishni o'zi keragi yo'q edi. Rasmiy manbalar ham mana shunday hujumlarga duchor bo'lyapti. Ochiqdan ochiq aytavering, idorani aybimi yoki himoya chorasi ishlab chiqilmaganmi? Cyber buzuvchi degan pillajinamiz bor. Kiber ataka bo'ladigan bo'lsa, pillajin orqali sizni ogohlantirishga chaqiradi. Balki buni targ'ibot qilarmiz. TheManSage.com sayti tomonidan o'tkazilgan bir tahlilga ko'ra 2026-yilda internetdagi 33 milliarddan ortiq akkauntlar va saytlar buzib kirilishi prognoz qilinayotgan ekan. Bu kuniga 2300 dan ortiq, soatiga esa 97 ta kiberhujum deganidir. Xo'sh, ushbu jinoyatlar qanday ko'rinishda sodir etiladi? Bugun dunyoda va O'zbekistonda kiber jinoyatlarning eng ko'p uchrayotgan turlari o'zi qaysilar? Virusli havolalar juda avj oldi. Ya'ni Telegram akkauntini ega chiqib va uni tanishlaridan qarz so'rab murojaat qilish. Bu o'sha virusli dastur APK ko'rinishidagi fayllar bular ichida o'zini belgilangan perichinlari bo'ladi. Misol uchun SMSni sizga ko'rsatmasdan o'qish, sizni o'z akkauntingizdan chiqarib yuborish, ya'ni kamerangizni yoqish yoki sizning nomingizdan qo'ng'iroq qilish, shu turdagi dasturlarning hammasiga siz men roziman degan ko'rinishdagi javobni berib qo'yganingizdan keyin va siz telefoningizga ikkinchi qurilma ulanadi va o'z o'sha maqsadi yo'lida sizning raqamingizdan foydalanib o'sha kontaktingizdagi, ya'ni sizni jurnalingizda bo'lgan barcha shaxslarga SMS xabarnomalarini yuboradi. Ya'ni sizga haqiqatan ham pul kerakligini
unga qo'ng'iroq qilmasligingizni, hozir telefonni ko'tarib javob beradigan vaziyatda emasligini ham o'sha o'zini SMS xabarnomasida tushuntirib qo'yadi. Menga ham juda ko'p keldi bunaqa xabarlar. Eng qizig'i nima deb bilasizmi? Mana shu xabarlar shu darajada odamni qiziqtirishga qaratilganda u yerda. Masalan, to'yga taklifnoma yoki o'zingizni rasmingizni ko'rasizmi? Ya'ni siz bevosita qiziqib shuni ochishga harakat qilasizda. Yoki MIBdan qarzdorlik, menga qayerdan qarz kelibdi deb o'shani ochib qo'yishingiz mumkin. Yoki sudga chaqiruv, kim meni sudga chaqirayotgan ekan degan o'sha fuqaroni qiziqtiradigan mavzularda o'sha sarlavhasi bo'ladi. O'zi masalan, mana hamyurtlarimizni kiberjinoyat qurboniga aylanib qolishayotgani bir asosiy sababi nima? Tahlillar olib boriladimi? E'tiborsizlikmi yoki o'sha kibermadaniyat yo'qligimi yoki bexabarlikmi? E'tiborsizlik. Masalan, bu yerda sizni suratingizmi degan APK fayl keldi. Eri telefonni ayoli olyapti-yu, bosib ko'ryapti. U majburan u qasddan bosyapti. To'xtab, erimga qanaqadir xabar keldi deb. Bo'ldi, o'shani o'zi bilan yetadi. Boshqa narsalarga, salbiy holatlarga olib keldi. Ya'ni plastikidan. Shunga ham ayollarni aybdor qilinglar. O'zi ham bu narsa tabiiy holat, chunki odatda mana advokat sifatida bizda Telegramda eng ko'p xabarlar bizda qog'oz jo'natmalari bo'ladi. Bu PDF shaklida bo'lishi mumkin, fayl shaklida bo'lishi mumkin, hattoki o'zim ham ozgina qoladi, APK fayllarni bosib yuborishimga ozgina qoladi. Chunki o'sha fuqarodan keldi, demak, sud qarorini jo'natibdi deydi yoki chaqiruv qog'ozi jo'natibdi. Mana shundan tahlil qiladigan bo'lsak, bizda fuqarolarimizda ya'ni o'sha raqamli bilimlari yetarli emas. Qolaversa, bu yerda boshqa bir holatda, ya'ni mana lavhada ko'rdik, aldanish yoki daromad olish holatlari uchun ular bu narsani bevosita o'ziga bog'liq bo'lmagan holatda bosib o'sha yoqqa kirishadi. Oson pul topish ilinji demoqchisiz, to'g'ri. Bu holatni ham rad eta olmaymiz va yana meni shaxsiy fikrim, xalqimizni tabiatida bir soddalik, bir ishonuvchanlik ham bor-da. Masalan, xorij mamlakatlarida bo'lganmiz, ular har bitta harakatga shubha bilan qarashga o'rgangan. Ya'ni bizda qanaqadir shu ishonuvchanlik juda yuqorimi deb ham o'ylayman. Bizda kiber xavfsizlik bo'yicha o'sha joyida chora ko'rish yoki tezlik bilan harakat qilish holatlari hali mavjud emas. Amaldagi qonunchilikda o'zi kiber jinoyatlar uchun javobgarlik yetarlimi yo bir qonunda bo'shliq bormi? Bizda yaqin kunlargacha aynan kiber jinoyatchilik bo'yicha aynan bir modda yo'q edi. Keyinchalik bizda 168-modda, ya'ni firibgarlikda bu modda qo'shildi, kiber jinoyatchilik. Demakki, o'z-o'zidan kelgusida mana shunday jinoyatlarning ortishi oqibatida ortida yangi moddalar qabul qilinadi. Biz avvalambor oqibatdan kelib chiqib, keyin xavfsizlik choralarimizni ko'ramiz. Oqibatlar, ya'ni ko'payib ketganidan keyin choralarga qo'l uriladi. Albatta, chunki biz qaysidir joyini qonun bilan bartaraf qiladigan yoki qo'riqlanadigan yoki jazo chorasini kuchaytiradigan bo'lsak, jinoyatchilar buni boshqa xil yo'llarini ishlab chiqadi. Jinoyatchilar agar shohida yursa, qonun himoyachilari bargida yurish kerak. Qaysidir ma'noda siz hozir aytyapsiz, oqibatlaridan keyin kurash. Menimcha, uni oldini olishga qaratilgan bo'lishi kerak emasmi qonunlarimiz? To'g'ri. Mana Polsha, Chexiya davlatlari, Singapur davlatlari kiber xavfsizlik mexanizmlari, standartlarini ishlab chiqqan. Ya'niki ular ma'lum bir jarayon aniqlangan bo'lsa, zudlik bilan uni ta'sir doirasini toraytirishga harakat qiladi. Ya'ni uni turli xil yo'llar bilan qirqishga harakat qiladi. Hattoki o'zim ham aldanib qolgan holatlar bor. Robotga ikki oz gaplashaman, keyinchalik sukut saqlaganda uni robot ekanligini bilaman. Lekin uni men qisman aldanayotgan vaqtda chekka hududdagi onaxon, otaxonlarimiz nahotki bunga aldanmaydi. Keling, endi lavhaga navbat beramiz. Unda yuqorida sanalgan omillar sabab, ya'ni raqamli savodxonlikning yo'qligi oqibatida millionlab pullarini firibgarlarga qo'sh-qo'llab topshirib qo'yayotgan hamyurtlarimiz haqida so'z boradi. Tajriba tariqasida bank hisob raqamidan 600 ming so'm o'g'irlagan xodimlar amaliyot muvaffaqiyatli o'tgach 6 nafar sheriklari hisobiga naqd 40 milliard so'mni o'tkazib beradi. Tergov jarayonlarida pul mablag'lari 40 dan ortiq plastik karta va telefon raqamlariga o'tkazilgani aniqlangan. O'zingdan chiqqan baloga qayerga boray davoga deganlaridek, tovlamachilik jinoyatining bosh tashabbuskori bankning IT yo'nalishi bo'yicha bosh mutaxassisi bo'lib, o'zi faoliyat yuritayotgan bank rahbariyatiga dars berishni maqsad qilgan. Bunga sabab oylik maoshining kam to'langani ko'rsatilgan. Uning qo'lida tizimga kirish imkonini beruvchi barcha login parollarning mavjudligi esa juda qo'l kelgan. Navbatdagi holat Namangan viloyatining Chust tumanida sodir bo'lgan. Fuqaro Telegram Messenger
huzuriga kelgan sud qarori nomi ostidagi zararli APK faylni ochganidan so'ng uning bank hisob raqamidan 145 million so'm o'g'irlangan. Tergovga qadar tekshiruv ishlari davomida firibgarlikni sodir etgan shaxslar Surxondaryo viloyatidan ekanligi aniqlangan. Ma'lum bo'lishicha, ushbu 2 nafar firibgar avval ham bir nechta kiber jinoyatlarni sodir etib kelgan. Bundan tashqari Andijon tumanida yashovchi 1968-yilda tug'ilgan fuqaroning plastik kartasidan noma'lum shaxs 77 million so'm pul mablag'larini noqonuniy ravishda yechib olgan va holat yuzasidan Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasiga murojaat qilgan. Toshkent shahrida esa firibgar fuqaroning bank kartasidan 97 million so'mdan ortiq pul mablag'larini noqonuniy ravishda yechib olgan. Holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Firibgarlik esa barchamizga tanish usul zararli APK faйл yuborish orqali sodir etilgan. Keyingi holatda esa ijtimoiy tarmoqlarda o'zini treyder sifatida tanishtirgan firibgar fuqaroning bank kartasidan 64 million so'mni olib, bergan va'dalarini bajarmagan. Mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 168-moddasi 3-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Kiberhujumlar nafaqat fuqarolarning shaxsiy profillariga, balki davlatning yirik saytlari, onlayn platformalari yoki Telegram kanallariga ham qaratilishi mumkin. Esingizda bo'lsa, 2022-yilda Oliy Majlis Senatining rasmiy saytiga haker tomonidan buzib kirilgandi. Kuni kecha esa O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyaviy sudining rasmiy Telegram kanalida mana bunday holat yuz bergan. Bir qarashda bu bir texnik nosozlikdek ko'rinadi, ammo aslida ular kiberhujum. Hakerlarning har xil turlari bor. Va yaxshi hakerlar, yomon hakerlar. Bu bizib kirganlar o'zini foydasiga ham ishlamaydi va jinoyat uchun ham ishlamaydi. Faqatgina o'sha qayerdadir teshik bo'ladigan bo'lsa, o'shdan yorib kiradi ichkariga va o'sha programmani yaratgan programmistga qayerda uni aybi borligini bildirib qo'yadi. Men shu yerga kirdim, bu yerni to'g'irlab qo'ygan degan ma'noda chiqib ketadi. Bular jinoyatchi emas. Navbatdagi savol: shaxsiy ma'lumotlari yoki plastik kartalardagi mablag'lar xavfsizligi uchun fuqarolarga qanday tavsiyalar berasiz? Hozirgi kunda fuqarolarimizga tavsiya beradigan bo'lsak, birinchi o'rnatadigan narsamiz arzon narxlardagi narsalarga chiqolmasligini. Ya'ni hozirgi kunda firibgarlarda juda ko'pchilik turlari e'lonlar joylashtirishadi, reklamalar joylashtirishadi va o'z o'rnida qimmat bo'lgan narsalarni arzon narxda qo'yib reklama joylashtirishadi. Va natijada tabiiyki fuqarolarimiz ularga ishonishib, arzonligiga uchishib, tezkorlik bilan ularga bog'lanishga harakat qilishadi va natijada e'lon joylashtirgan odam bizda xaridorlarimiz juda ham ko'p, soni cheklangan, darhol olmaydigan bo'lsangiz ulgurmay qolishingiz mumkin yo'sinida ish olib borishadi. Va natijada ko'pchilik fuqarolarimiz oldindan to'lov o'tkazib qo'yishadi, narsa dastavka orqali kelishini kutadi va vaholanki ikkinchi tomon asli firibgar pulni olgandan keyin shu bilan yo'q bo'lish holatlari kuzatilyapti. Masalan, shaxsan o'zim ishonuvchan emasman, lekin yechildi, o'z-o'zidan plastik kartamdan pul yechildi. Dastlabki harakatlarim qanday bo'lishi kerak? Ya'ni qayerga murojaat qilaman va undan keyingi, masalan, o'sha himoyalanish yo'llari qanday bo'ladi o'zi? Birinchi navbatda plastik kartangizni darhol bloklaysiz va ichki ishlar bo'limiga murojaat qilasiz. O'zingizga yaqin hududdagi yoki 102 raqamiga murojaat qilasiz. Ish jarayonlari ketishni boshlaydi o'zi. Bankingizni ogohlantirasiz, ya'ni siz plastikingizdan pul yechirganligi haqida uni bloklaysiz. Kartangizni almashtirish choralarini. Agar siz bilmasdan, ya'ni o'sha havolalarga kirib qo'ygan bo'lsangiz, hali plastik kartangizdan pul yechilmagan bo'lsa, yo'li bor, ya'ni bankomat orqali SMS xabarnomani o'chirasiz va boshqatdan yoqasiz. O'sha o'chirgan paytingizda firibgar ulangan bo'lsa, unda uzilish bo'ladi. Va telefoningizni boshqa qurilmalar ulangan joyga, ishonchli qurilmalar joyiga kirib, o'zingizdan boshqa odamlar bo'ladigan bo'lsa, boshqa qurilmalar kirib qolgan bo'lsa, bularni hammasini chiqarib tashlash choralarini ko'rish kerak. Qo'shimcha tarzda aytadigan bo'lsam, mygov.uz sayti orqali ham o'z nomingizga kredit olish zaryad qo'yib qo'yasiz va bundan tashqari o'z o'rnida birinchi qiladigan ish shu, endi o'zingizda Wi-Fi ulangan bo'lsa yoki bo'lmasa o'zingiz shaxsiy internetingizga ulangan bo'lsangiz, shuni ham darhol o'chirish, chunki ko'p holatlarda bizda kuzatiladiki, o'sha hakerlar internet orqali ma'lumotlar sindirishga harakat qiladi. Ya'ni o'sha shaxsiy ma'lumotlaringizni olishga ham, boshqasiga ham. O'shaning uchun shaxsiy internetlaringizni o'chirishingiz va tezkorlik bilan iloji boricha ichki ishlarga, kiberxavfsizlik sohasiga, bizning xodimlarimizga murojaat qilishingiz tavsiya beriladi. Chunki pul O'zbekistondan chiqib ketib qolishi kerak emas. Mana shunday jinoyatlar fosh etilishi uchun qancha vaqt talab etiladi? 90 kun mobaynida tergov jarayoni bo'ladi va sudga taqdim etiladi. Agar 90 kun ichida jinoyat sodir qilgan odam topilmaydigan bo'lsa, qo'shimcha vaqt so'rash uchun, uzaytirish uchun muddat olinadi. Siz mana tergovni aytyapsiz-da, lekin afsuski
kiberxavfsizlik boshqarmasidagi tergovchilar tomonidan aybdor shaxslar topilgan emas. 2-3 yilni tashkil qiladigan muddatlar ham bor. Ya'niki hozirgacha kiber jinoyatchilik bo'yicha bironta gumonlanuvchini, ayblanuvchini yoki unga nisbatan sud hukmi o'qilganini men ko'rgan emasman. Toshkent shahrining barcha tumanlarida jinoyatchilar tutilib, bunga nisbatan jazolar ko'rib va hozir jazosini o'tab chiqqan odamlar hattoki bizani profilaktik suhbatga har oy kelib, o'shandan o'tib turadigan shaxslar bor. U jinoyatchi agar ushalmaydigan bo'lsa, bizani boshqarmani tashkil qilishni o'zi keragi yo'q edi. Bu narsani yopib, u yerdagi xodimlarni tarqatib yuborishga to'g'ri kelib qoladi. Davlat tomonidan har bir xodimga maosh to'lanyapti. Bu o'zini oqlamaydigan bo'lsa, bu boshqarma yopilib ketib qoladi. Bizada asosan vaqtni talab qiladigan narsa fuqarolarimiz o'zini nomiga plastik karta ochib, arzimagan pul evaziga sotib olishadi. SIM karta ochishadi va arzimagan pul evaziga sotib olishadi. Bizning oldimizda firibgarlar aynan mana shu kartalardan foydalanadi. O'sha kartalarni firibgarlar o'zi sotib olishadi va e'lon qo'yishadi. Menga plastik karta kerak. Kunlik ishga chiquvchilar bor. Kunim bilan sovuqda arava yetaklagandan ko'ra bankka kirib 4 ta plastik karta olib chiqib bera qoling, o'sha 3 kunlik pulimni yoki 4 kunlik pulimni topaman va men o'sha 4 kun dam ola qolaman degan xayolda bo'ladi, lekin bu olib berayotgan plastigini orqasidan bir kunning ichida nechta odam jabrlanishi mumkin. Firibgar shuncha firibgarlik amalga oshirib, hech qachon o'zining nomiga plastik karta, SIM kartalar ochmaydi. Sababi ertaga uni qidirib kelishini biladi. Arizachilarimiz yozgan arizasini orqasidan borganda shu turdagi shaxslar bo'lib chiqadi. Основываясь на вашем вопросе, я хочу сказать, что киберпреступление – это латентное преступление, которым считается прозрачной, при выявлении не оставлять никаких следов. Еще надо понимать, что киберпреступление вбирает в себя не только хакерство, но также есть множество разновидностей. И одной из них является дроп-карты. В Казахстане в течение 2 или 3 лет распространено такие преступления, что лица предлагают несовершеннолетним чаще всего, чтобы они обналичили эти деньги с банкоматов. Но при выявлении этого выявляется, что эта карта использовалась для отмывания денег или же финансирования терроризма, экстремизма, эти карты. В итоге это лицо привлекается к ответственности. Также надо учитывать, что ведется расширенное преследование этих киберхакеров, киберпреступников, мошенников. Но это не короткий срок для выявления их. И еще мы развивающая страна, и площадь вбирает в себя очень много территорий. Как вы знаете, 38 миллионов есть людей. Не все они осведомлены о таких мерах предостережения. Kiberjinoyatlar bugungi kunda o'sha Sabinaxon aytgandek, yer yuzidagi global muammolardan biriga aylanib ulgurgan. Ular dunyo mamlakatlari iqtisodiyotiga eng kuchli zarba berayotgan asosiy omillardan biridir. Masalan, birgina o'tgan yilda sodir etilgan kiberhujumlarning zarari 11 trillion dollar deya baholanmoqda. Hozirgi lavhada kiberjinoyatlarga qarshi eng mukammal yechimlarni taklif qilgan va buni amaliyotda ham ko'rsatib bergan davlatlar tajribasi haqida so'z boradi. So'nggi yillarda kiberhujumlar aynan shaxsiy ma'lumotlarni nishonga olayotgani sababli bu masala davlatlar uchun eng og'riqli nuqtalardan biriga aylandi. Avvalo, dunyoning rivojlangan davlatlari shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish bo'yicha qat'iy qonunchilikni joriy etdi. Bu qonunlar kompaniya va davlat idoralarini fuqarolar ma'lumotlarini qanday yig'ishi, saqlashi va uzatishini aniq tartibga soladi. Masalan, Yevropa davlatlarida amal qilayotgan qat'iy qoidalar tufayli ma'lumotlar sizib chiqishi nafaqat obro'ga, balki milliardlab jarimalarga ham olib kelmoqda. Ya'ni qaysidir tashkilotdan sizning ma'lumotingiz chiqib ketadigan bo'lsa, jarima juda ham katta miqdorni tashkil etadi. Natijada kompaniyalar kiberxavfsizlikni xarajat emas, balki majburiy sarmoya sifatida qabul qila boshladi. Statistik kuzatuvlar shuni ko'rsatadiki, aynan qonunchilik kuchaygan hududlarda ma'lumotlar bilan bog'liq beparvolik sezilarli darajada kamaygan. Ikkinchi muhim chora kiberjinoyatlar uchun jinoiy javobgarlikni kuchaytirish. Bir qator mamlakatlar kiberhujumlarni alohida jinoyat turi sifatida belgilab, ularni moliyaviy jinoyatlar yoki milliy xavfsizlikka qarshi jinoyatlar bilan tenglashtirdi. Amerika Qo'shma Shtatlarida shaxsiy ma'lumotlarni o'g'irlash va ulardan noqonuniy foydalanish og'ir jinoyat sifatida ko'riladi. Tergov esa maxsus federal tuzilmalar tomonidan olib boriladi. Bu yondashuv kiberjinoyatchilar uchun xavfni oshirib, hujumlar sonining ayrim yo'nalishlarda pasayishiga olib kelgan. Lekin tahlillar shuni ko'rsatadiki, qonunchilik kuchaytirilgan mamlakatlarda kiberjinoyatchilar butunlay yo'qolmagan, ammo ularning oqibatlari yengillashgan. Ma'lumotlar sizib chiqishi tezroq aniqlanmoqda. Zarar miqdori kamaygan, kompaniyalar va davlat idoralari javobgarlikni chuqurroq his qila boshlagan.
Kiberhujumni amalga oshirayotgan shaxslar odatda fuqarolarning psixologik holatidan, ularning kayfiyatidan foydalanadi. Ya'ni o'ljani tuzoqqa tushish xavfi deyarli hisoblab chiqilgan bo'ladi avvaldan. Bu borada bizda real misollar talay. Keling, hozir ana shunday kiberhujum qurboniga aylangan va $700 dan ortiq mablag'ini firibgarlarning hisobiga o'tkazib yuborgan hamyurtimizni studiyaga taklif qilamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz studiyamizga. Xolmuhammad, sizni qanday qilib firibgarlar o'z tuzog'iga tushira oldi? Birinchi SMS qachon kelgandi? Endi именно o'sha paytda sal pul kerak bo'lib turgan payt edi. Ijtimoiy tarmoqlarga kirganimda pulingizni ko'paytirib beramiz degan ilovalar bor edi. Kirsangiz Telegramga a'zo bo'lasiz deyilgan. O'sha Telegramga a'zo bo'lganman. A'zo bo'lgandan keyin u yerda alohida SMS keladi, sizga kirasiz, bizga javob yozasiz degan silka keldi. Keyin javob yozdim. Biz sizga pulingizni ko'paytirib beramiz deb ma'lumot keldi. Telegram orqali bo'lyapti. Telegram orqali bo'ldi bu narsa. Boshlanishiga qancha berishim kerak deb aytdim. Shu $50 miqdorida summa aytishdi. Men buni kimga tashib berishim kerak, qayerga, nima, kimga yuklashim kerak deb aytganimda bank kartasini berishdi. Bank kartada O'zbekiston kartasi. Shubhalandimda, keyin so'radim. Siz ma'lumotlaringiz oson bo'ladi, yo'q, biz ma'lumotlarimizni hech kimga tarqatmaymiz deyishdi. Shubha ham uyg'ongan sizda. Shunda ham pulini tushirib berdingizmi? Ha, pulini tushirib berdim. Keyin menga foyda tashib berishdi. Birinchi gal. Demak, birinchi foydani sizga tashlab berishdi. Birinchi foydani tashlab berishdi. Bu ishontiruvchi manyovr hisoblanadi-da o'zi. Ha, demak tashib berishdi. Keyingisini ham tashib berishsa kerak dedim menda. Shu bilan yana pul yuklandi, pulni ularga tashib berdim. Shu bilan qarabmanki, keyingi javoblar yo'q. Keyingi mablag' qancha edi? Keyingi mablag' o'sha kattaroq summa edi. O'sha $700 pul. Amral aka, huquqshunos sifatida qanday huquqiy maslahat bera olasiz? Bunday holatda jinoyat izi topilishi kerak. O'zbekiston plastik kartasi deyaptilar bu kishi. Bizda amaliyotda ham bo'lgan. O'sha plastik kartani egasini topib borganmiz. Hattoki o'sha meni nomiga shunaqa plastik ochilganmi degan savolni ham o'zi qo'yishdi. Albatta bundan keyin jinoyat ishi qo'zg'atiladi, lekin noma'lum shaxsga nisbatan bu jinoyat ishi qo'zg'atilib qolib ketadi. Siz huquqni muhofaza qiluvchi organlarga murojaat qildingizmi mana shu holatdan keyin? Yo'q, murojaat qilmadim. Bir inson bilan maslahat qilganimda, hozir to'g'risini aytamanda foydasi yo'q baribir dedi. Sen harakat qilganing bilan chet eldan turib qilinayotgan ish bo'lsa, ularni topish iloji yo'q deb aytdim. Aniqlab bera olasizlarmi? O'zi. Biz birinchi o'rinda aytadigan narsamiz, biz murojaat qilishlari kerakligi haqida tushuntirmoqchi edim. Ya'ni qaysi qurilmalar ulanganlik bo'yicha yoki bo'lmasa o'sha qaysi akkaunt bo'yicha, udallik akkaunti bo'lgan bo'lsa ham, qaysi IP adres bilan kirganligi, qaysi IP adres bilan ataka qilishga uringanligi holati bo'yicha biz aniqlik kiritamiz va shaxsga aniqlik kiritgan holatda yashash manziliga borib, u odamni ushlashga harakat qilinadi. Hozir o'z o'rnida tushuntirib ketadigan narsamiz, ko'pchilik aytadi, bizga murojaat qilgan vaqtda fuqarolarimiz mana deydi, hattoki ushlash imkoni yo'qmi, pasportni tashlab berdi, telefon nomeri bor, mana shuncha ma'lumotlarni yig'ib keldim, topib berish imkoni yo'qmi degan murojaatlar tushadi. Vaholanki o'sha pasportda ham o'zining pasporti bo'lmaydi. U o'zidan oldinga aldangan jabrlanuvchining pasport bo'ladi. Va nomerlari ham hozir aytganda boshqa odamning nomiga ochilgan nomerlar bo'ladi, telefon nomerlari bo'ladi va shuningdek hattoki Telegramda kirgan holatda ham o'sha nomerlar orqali kirganligi sababli uni aniqlashning imkoni bo'lmayapti. Xullas, dasturni boshida aytdim-ku, tekin pishloq faqat tuzoqda bo'ladi. Mana shu shiorni o'ziga miyasiga quyib olish kerak. Har bitta odam bekordan bekorga sizga tekin narsa, oson narsa taklif etilmayapti. Ko'pgina kiberjinoyatlar sun'iy intellekt yordamida, sun'iy idrok yordamida amalga oshirilyapti. O'zi umuman bizda qaysi mashhur shaxslarni yuzlaridan, face'laridan foydalanib mana shunday jinoyatlar sodir bo'lyapti ko'pincha. Hozirgi kunda sun'iy intellekt orqali ishlanayotgan videolar haqida gapiradigan bo'lsak, umuman ijtimoiy tarmoqlarda ham mashhur bo'lgan insonlar rasmlardan yoki videolardan sun'iy intellekt orqali o'zlari video ishlashyapti-da va GIF konkurs o'tkazish masalasi. Ya'ni mana deydi, men shunday GIF konkurs o'tkazyapman deydi, garant qilmoqchi bo'lsangiz, men shuncha pul tiking, u qiling, fake bo'lgan akkauntlar ochiladi va u ommaga tarqatiladi. Uni ko'rgan fuqarolar tabiiyki ana shu xalq orasida tanilgan, ishonsa bo'ladi degan maqsadda ularga yozishadi, sun'iy intellekt orqali video ishlashib, xalqdagi juda ko'pchilikdan pul yig'ish holatlari kuzatilyapti firibgarlardan tomonidan. Я завещаю узбекистанцам все свое состояние. Очереди у отделений банков растут с каждым днем. Наш репортер выяснил, что граждане массово снимают свои еженедельные дивиденды от 7 до 10 миллионов от USM Holding господина Усманова. Но правда в том,
что именно эта платформа стала для меня ключевым источником дохода и основой моего финансового успеха. Ayni damda bizda kiberxavfsizlik kompaniyasi yetakchi mutaxassisi Imronbek Mahmudov bilan onlayn bog'lanish bor. Assalomu alaykum Imronbek. Hammaga assalomu alaykum. Aytingchi, mana sun'iy idrok orqali amalga oshiriluvchi kiberhujumlarni qanday qilib farqlash mumkin? Sun'iy intellekt orqali qilinadigan hujumlarning har xil turlari bor, o'zinglar bilasizlar. Odamni yuzini olib, ovozini ishlatilgan holatda sizga video звонок qilinib, Telegram yoki WhatsAppdan qilinadi. Shu paytda psixologicheskiy давление keladi odamga. Срочно pul kerak bo'lib qoldi, favqulodda holat. Odamni birinchi bo'lib panikaga tushirib qo'yadi. Hozir internetga ko'p odamlar o'zini shaxsiy hayotini, rasmi, ovozlari, hamma yo'g'ini ommaviy holatda Instagramlarda bor. Shu dannilarni olgan holatda sizni ovozingiz, rasmingiz, ko'rinishingiz, hamma yo'g'ingizni sun'iy intellektga trening qildirib, telefon qilib, shu odam sizga qilgan deb qilishadi. Birinchi bo'lib o'zi kontekstga ahamiyat berish kerak. Nima maqsadda telefon qilindi? Video звонок bo'ladigan bo'lsa, odamni yuzida tabiiymi yo tabiiy emasmi mimikasiga ahamiyat berish kerak. Misol uchun men hozir gapirayotganimda ovozim har xil ton, tembrlar har xil, to'g'rimi? Lekin sun'iy intellekt shakl qilganda hammasi bir xil monotonna eshitiladi. Masalan, emotsiyalar asobi bildirilmaydi. Yo'q, emotsiya bildirilgan taqdirda ham robotizirованный holatda eshitiladi. Sinchiklab eshitilsa, demak farqiga borsa bo'ladi. Hozirgi davrda ahamiyat berib shuni bilsangiz bo'ladi, lekin 3-4 yilda kim biladi, balki undan ham kuchayib ketishi mumkin. Qanaqadir o'sha fake akkauntni aniqlab beradigan qanaqadir ilovalar, havolalar bormi o'zi bizda ishlab chiqilganmi? Albatta. Telegramdagi APK fayl yuborish juda populyar bo'lib ketdi oxirgi payt. Birinchi bo'lib, shu faylni ochishdan oldin tekshirmoqchi bo'lsangiz, virus.to veb-sayt bor. U yerga faylni tashlab, qanaqa viruslar borligini aniqlab beradi. Shunga ahamiyat berish kerak. Tushunarli. Rahmat Imronbek. Sog' bo'ling. O'rinli savol bo'ldi. Ya'ni misol uchun o'shanday virusli atakalardan himoya qilib turadigan biror bir dastur bormi? Ko'pchilik fuqarolarimiz xayoliga kelmaydi. U virus to'lga saytga kirish. Bu bo'yicha aytadigan bo'lsak, o'zimizning kiberxavfsizlikda aytishchilarimiz tomonidan qilingan Sam Cyber 102 degan prilojeniyamiz bor. Dastur u. Uni Play Marketdan yoki App Storedan yuklab olib, telefoningizga o'rnatib qo'yishingizni maslahat beramiz hammaga. Bu nima qiladi? Bu o'z o'rnida xuddi misol uchun kompyuterda antivirusni o'rnatib qo'yganimiz kabi telefonimizda antivirus vazifasini bajaradi. Kiber ataka bo'ladigan bo'lsa, telefoningizga o'sha prilojeniya orqali sizni ogohlantirishga chaqiradi. Kompyuterdagi antivirus kabi unda skaner degan Qur'on joyi ham mavjud. Skaner qiladigan bo'lsangiz, telefoningizdagi jamiki prilojeniyalarni skanerlab beradi va qaysi biri hech qanday shubha yo'q bu prilojeniyaga, qaysi bir prilojeniyada skachat qilgan prilojeniyalarga yoki bo'lmasa o'z o'rnida silkani bosib qo'ygan bo'lsangiz, avtomatik tarzda skachat bo'lib qoladigan prilojeniyalar bor. Saralab berar ekan. Saralab beradi. Uni mana shularni o'chirishingizni tavsiya beramiz. Buni ham o'z o'rnida ko'rsatadi. Kelgusida ataka bo'ladigan holat bo'yicha ham ogohlantirib, qarab, tekshirib turadi. Balki buni targ'ibot qilarmiz. Butun respublika bo'ylab o'zi kiberxavfsizlik xodimlari bor. Toshkent shahrida ham bu 12 ta tumanda hammasida har bir bog'cha, maktab, universitet, YTT, MCHlarda, hamma aholi gavjum joylarda buni mana o'rnatib qo'yishingizni tavsiya beramiz deb fuqarolarimizga yetkazyapmiz. Endi mana bugungi kunda oldimizda turgan eng asosiy vazifa nima? Ya'ni kiber jinoyatchilarga qarshi jazoni kuchaytirishmi yoki ularni oldini oladigan raqamli madaniyatni shakllantirishmi? Avvalo. Kiber jinoyat bu yildan-yilga kuchayib boradi. Buni faqatgina oldini olish, ya'ni profilaktika qilib borish kerak. Buning uchun har doim telefoningizga misol uchun kuchli parolni qo'yish kerak. Takrorlanib bo'lmas parollarni yaratish kerak. 2 bosqichli parollar o'rnatish kerak. Fuqarolarimiz ham kiber jinoyat bo'yicha soatxonligini ozgina kuchaytirish kerak. Bu jinoyat O'zbekiston Respublikasiga COVID-19 pandemiya davrida kirib keldi. Odamlar uyda o'tirib, oldi-sotdi jarayonlarni Telegram orqali qilishni boshlashdi va bu narsa mana rivojlanib bugungi kunga kelib, firibgarlarni kunlik ishiga aylanib qoldi bu narsa. Endi tug'ilgan chaqaloqni emlaymiz. Kasal bo'lmasligi uchun, buni oldini olish uchun. Hozirgi kunda ham bu yangi jinoyat bo'lganligi uchun fuqarolarni faqatgina ogohlantirish, ya'ni o'sha har bir fuqaroga borib o'sha tushuntirganda bu emlangan hisoblanadi. Bunda o'sha kiber immunitet shakllangandan keyin jinoyat qurboniga aylanib qolmaydi.
Kiber jinoyatlardan himoyalanish bugun tanlov emas, zarurat. Raqamli qulayliklar bilan birga xavflar ham kirib keldi. Ulardan esa faqat texnologiya emas, ongli munosabat himoya qila oladi. Har bir ehtiyot qilingan qadam ma'lumotni asrash, har bir tekshirilgan manba xavfni kamaytirish degani. Agar kiber xavfsizlikni shaxsiy mas'uliyat deb qabul qilsak, raqamli makon biz uchun tahdid emas, imkoniyatga aylanadi. Gapiringda bugunga yetarli. Keyingi dasturlarimizda muhim mavzular tahlilida ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.